Juma muborak. Hayotni vaqtini birodarlar musulmon kishi to'g'ri taqsim qilishligi kerak. Masalan, bir sohani tanladingiz, tabobatni, yoshi yigitsizsiz, yo bir yurisprudensiyani yoki arxitekturani yoki bo'lmasa boshqa bir aniq fanlarni 50% vaqtingizni shunga sarflang. Qolgan 50%ni bo'ling. Boshqa ilmlarga, sportga, sog'likka, hunarga, qarindosh urug', oila a'zolariga 50% vaqt tanlagan yo'nalishingizga sarflangan bo'lsa, shunda inshaalloh muvaffaqiyatga erishasiz. Otalarga aytadigan so'zimiz, bolalaringlar o'zi xohlamayotgan narsaga majbur qilmanglar. Chunki siz majbur qilgan ilm yoki hunarda bir muvaffaqiyatga erishar. Shu ishdagi peshvo insonga aylana olmaydi. Chunki majbur qilib uzoqqa bormaydi. Ularni ham ra'yiga quloq tutishimiz kerak. Ha, ularning ra'yiga biz o'zimizning fikrimizni qo'shib tuzatamiz, lekin o'zi xohlamayotgan narsaga biz majbur qilmaylik. Kishi o'zi yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, albatta bir muvaffaqiyatga, ulkan yutuqqa erishadi. Agar kishi o'zi yaxshi ko'rmaydigan ilmga berilsa, o'zi yaxshi ko'rmaydigan ishga majburlansa, ehtimol bu ilmda, bu ishda bir qandaydir yutuqqa erishar, lekin o'zini zamonasining eng peshvolaridan, shu ilmni peshqadamlaridan bo'la olmaydi hech qachon. Bu dunyo unaqa yorqin va tabassumli emas. Bu juda xavfli va qiyin joy. Agar sal-pal yumshoqlik qo'ysang, u seni shunaqa darajada ag'daraveradi-ki, sen hech qachon tura olmaysan. Sana manam hech gap. Hayotdek qattiq urolmaydi. Farqi yo'q sen qanchalik qattiq urishing. Muhimrog'i qanaqasiga zarbalarga chidashing, qanaqasiga oldinga yurishing. Yurgin